Yo, Johan manimcha kelib olish shekilli. Manimcha mana shu orqindagi joy bo'lishi kerak. Ha, kelib qoldik. Xo'sh, yaxshi. Mana shu yerda bo'lish kerak. Endi sotuvchi mana shu yerdamikan, yomon sabda o'ynayapti-da, kech qoldi. Vaqtiga kelmaydimi? Vashsha Assalomu alaykum. Iya, bratan, sizni hozirgina maqtab berdim, vaqtida keladim. Nima qilaysiz? Sotiladimi masjid? Ha, sotiladi o'zi hozir. Bu tez turmagman, aylanib kelib bo'lmasan sen o'zing hal qilib turgan brat. Bo'pti, xayr qiluvchi men o'zi instrumentlar olib kelib, u qilib tayyorgarlik ko'rib turaman-da, bo'pti, havo almashtirib kelay. Ha, bo'pti, boraver. Xo'sh, sotuvchi aka, tinchmi bo'lyaptimi ishlar? Xo'sh, mana bu yerda eshik ham ochilib ketyapti. Mikrofon bo'lib turadi, lekin baba kira olmasa eshik ochilgani bilan chunki kalit bilan ochishim kerak, bo'lmasa ochilib beradi. Xo'sh, yaxshi, mayli tur ekansiz. Muncha bu yoq muzurxona bu yotibdi. Boru, vashshe muzurxona bu yotibdi. Bu necha pul deyapsiz bu yerda? Nima bu yerda berni, hozir men bu yerda o'zim 4 ta yo 5 ta nechta edi o'zi. Nechtadir stak dollar qilib turadi, hozir eslab olayda. Короче, mana tarishib chiqiy zo'r, vashshe chotga bu joylar qarang, vashshe chotga Olluga metta oshib chiqib qancha harakat qilsangiz ham, короче, mana chotki joy o'zi. Siz avtoservis ochmoqchiman deganingiz masjid vashshe ideal joy sizga. Mana hozir men sizga buni 4 ta yo 5 ta stak dollarga sotaman. Yo'q aka, 5 ta stak dollar men 4 ta beraman sizga. Rozimisiz? O'zim muzron ekan, tozalashga ham ancha vaqt ketadi-da. Ha, mayli, sizga bo'la qolsin 4 ta stak bersangiz, hozir o'zda kalit va barobattar zo'r narsalarni sizga topshiraman. Xo'sh, pullarni berdingiz, hozir men sizga dokument va kalitni beraman. Xo'sh, soxta bosib qilib bular yo'q, soxta emas, chotki ekan. Mana sizga, xo'sh, mana sizga dokument va kalit. Bo'pti, xayr, sog' salomat bo'ling, yaxshilikda ko'rishaylik. Короче, bo'pti, xayr, ko'pda. Brataram chotki ekan. Xo'sh, mayli bolalar, mana bizda dokument yo'q oğlum, hamayli Minecraft buglari o'zi paydo bo'ladi keyinchalik. Xo'sh, hamayli bo'lmasa biz avtosalon ochishimiz mumkin. Men endi orzuyimni amalga oshiraman. Yo'q, hammaga salom, sizlar bilan Maestro Mik va yangi videoga xush kelibsizlar. Va biz bugungi videoda mana ko'rishinglar bugun avtosalon ochamiz. Wow, просто bomba. Qo'lanichi bo'lamiz. Bo'ldi, chotkichi bo'ldik. Hammasi chotki, jostki, imba plus. Xo'sh, mana bu yerlarni kelinglar, yashiklarni olib tashlaymiz. Birinchi o'rinda yashiklarni hammasini olib chiqib tashlaymiz. Keyin instrumentlar olib kelib, mana bu yashil o'tlar va mana bu o'rgimchak turlarini hammasini birma-bir olib tashlaymiz. Keyin polni to'g'rilaymiz. Keyin har bir remontlar qilamiz. Joyi o'shanga ketdi shekilli. Menimcha instrumentlar, instrument deyman, jihozlar bobomda uyda bor edi shekilli. Chunki bobom eski o'zi aslida mashina ustasi bo'lgan va hozir ish qilmaydi va podvalidan menimcha chirib yotibdi shekilli. Shularni olib kelib foydalanamiz. Nuqatiga pul tejagan bo'lamiz. Kelinglar, birinchi o'rinda yashiklarni yo'q hamayli naqsh qilib qo'yamiz. Mana shu yerga qo'yib turamiz va birinchi o'rinda eshikni ham kattalashtirishimiz kerak. Sababi ba'zi bir mashinalar sig'masligi mumkin. Masalan, tasavvur qilinglar, bizim Lamborghini, Ferrari, BMW shunaqa zo'r mashinalar kelsa, biz ustaxonaga mana shunday qisilib, qirilib, balobat turib kelmaydi. Mayli, men instrumentlarni olib kelay, bo'lmasam Jahongacha kelib qoladi. Bo'lmasam ko'rishamiz. Mahallan boshdan olib kelaman. Opa, bu manachilar, mana men instrumentlarni olib keldim, daja hamma narsa olib keldim. Yo, Johan, nima qilyapsan aytdi? Короче, men oziq ovqatlar olib keldim, qornimiz ochqadi, bo'ylam pizza, hot dog, balobatlar hammasini olib keldim. Короче, mana yashil stolni da ko'ramiz. Xo'sh, mayli, mana eshikni ochdim, o'zi men sotib oldim bu yerni 4 ta stak dollarga. Buncha yaxshi, chotki narxga olsam bor o'zi ham xo'sh. Bo'lmasa meniki dasturxon yozib turaman, sen bir ikkita ishlayni qilib turgin. Bo'pti, bo'lmasam dasturxon yozgin. Men mana bu yashil o'tlarni olib tashlash bilan shug'ullanib turaman. Xo'sh, nuqatiya podpischiklar ko'rishinglar mumkin. Joyi ham yaxshi bo'la, albatta. Meni kanalimga obuna bo'linglar, sababi men tezroq birga bo'lishim kerak. O'zi ko'rishinglar mumkin, kanalimizda juda ham qiziqarli videolar chiqadi. Bu menimcha yangi kanalim yoki eski kanalim farqi yo'q. Boy bo'lsa obuna bo'lib tashlaylar, chunki men tezroq birga bo'laman va chotki bo'ladi hammasi. Va bizga motivatsiya bo'ladi. Albatta, video
videoga like bosinglar, videoni ko'proq odamlar ko'rishi uchun. Jo'xa, nima bo'lasan, yashikka bossam meniki ham kirib ketyapti o'zini-o'zi. No'xatiga bug bo'lishi mumkin. Ну, давайте подписчикlar, mana bu topornik bilan biz mana bu yashil o'tlarni tezlik bilan olib tashlash mumkin. Mayli, bularni keyinroq yeymiz. Jo'xa ketdik bobomning uyiga. Men bobomning uyidan sen jihozlarni olib kelishing kerak. Keyin yeymiz. Qornim ochganda-da, mayli, bo'pti, ketdik. Yaxshi ketdik, bo'lmasam eshik yopib qo'yamiz, qulashar. Bas, menimcha mana shu domda yashardilar. Buncha yaqin ekan, bu yaxshi, bizga plyusga ishlaydi yo. Xo'sh, yaxshi. Senga esa bo'lsa Astrobek, men seni aqlliroqman. Aqllisan. Bo'pti, kirchi, bo'lmasam sen birinchi, ikkinchi etaj, birinchi pod'ezd bo'lishi kerak edi. Adashmasam mana shu edi. Xo'sh. Давайте kirib ko'rchi, bo'lmasam adashmasam mana shu edi-da, o'z biz qishloqdan keldik, qishloqda uyimizni sotib investitsiya qilib mana shu yerda mana shunday joylar ochyapmiz. No'xatga chotki. Mana shu uy bo'lish kerak. Ochchi, qanaqa eshitmagan. Qoch, bitta ayol kishi yasharkan ahmoq adashib biz jinni qoch, yugurib qochish kerak, eri chiqib qolsa ikkalamizni ham yorib tashlaydi. Mayli, ikkinchi dom bo'lsa kerak. Podpisчикlar Jo'xa kirib ketibdi, ahmoq jinni kirib ketmasan taqillatsang bo'lardi-yu. Endi adashib banda qora eshik ahamiyat ber, qora eshik bo'lish kerak. Kul rangmi yo'q, esimda yo'q. Da mana shu joy nima eshik ochiq turibdi, nima bu ahmoqchasiga eshik ochiq turibdi. Bilmayman, короче. Bobojon yo'q ekan. Mayli, bo'lmasam sen narsalar olib chiqaverman. Bobomga aytib qo'yganman telefonda. O'zlari bilishar, o'zlari ham bir xomavga kirib ketgan bo'lsalar kerak. No'xatga bo'pti, sen olib kelavergin, men ketaman. Podpisчикlar hayronman, Jo'xaga ham boru. Hozir biratan o'z pastga tushsam borman, biratan chiqib turib. Bu desa, bitta uraman, ikkita uraman, yonma hammasini yo'q qilib tashaman. What? Podpisчикlar mana bu tomondan ham chiqsa bo'lar ekan. Конечно deyman. Как раз anaqamiz yonida ekan, biz avtoservisimiz yonida joylashgan ekan va biz давайте endi bularni tozalab chiqish kerak. Yo'q, mana tozalab bo'ldim. Podpisчикlar ko'rishingiz mumkin. Chotga chiqdi. Endi bo'lsa biz hammasini pollarni yangilab, Jo'xa keldingmi? Nima instrumentlar, nima jihozlar olib keldingmi? Mana olib keldim. Instrumentlarni hammasini olishim mumkin. Instrument deyman, mana jihozlarni mana ko'rishim mumkin. Mana kompyuter balobatlar hammasida bor ekan. Bobogida o'zi juda ham zo'r qimmat mexanikalar bor ekan. Endi bilasan, bobom ham o'zi qo'li gul usta bo'lganlar. Mayli, maqtanaverman. Mana bobom ham zo'r ustalar bor, uylar remont qilganlar uchun o'zsanmi? Bo'pti, sana ham bobong zo'r, bo'lmasam sen bor o'qib, qayerga ketyapsan? Menga qarashvor. Nima qilib ketyapsan? Aylanib kelib o'zi ishlar qilib tur. Ya ahmoq, menga tashlab ketdi, iflos fashist. Yo'q, g'alamiz podpisчикlar. Yo'q, barata. Unda yosh katta-da, bo'lmasam o'zim urardim. Mayli, podpisчикlar hazil, hammasi hazil albatta. Nukillar mana uni ichiga narsalarimizni qo'yib turamiz. Albatta hammasi hazil, Jo'xaga anaqamiz yo'q. Biz просто hazil qilyapmiz. Shuning uchun noto'g'ri tushunmaslar degan umidda biz давайте let's go. Mana bularni ham qo'yib chiqamiz va biz mana birdaniga pollarni yangilab chiqamiz. Mana bu yerli joylarning o'rniga biz beton qo'yamiz, sababi yangi BMWlar kirsa bizda balonni loy bo'lib qolmasligi uchun va mana bu qanaqadir sinib qolgan toshlarni ham olib tashlaymiz, sababi BMWlar kirsa bular sinib ketib BMWni mayib qilmasligi uchun, qirimni etib qo'ymasligi uchun no'xatga birin-ketin hammasini sekin qilamiz va bu yerga biz bir jihozlardan joylab chiqamiz. Sizlarga esa menga bu joy juda ham yoqdi. Avtoservis uchun juda ham ideal joy ekan. Balkim biz kelajakda bu yerni avtosalon qilib yuborishimiz ham mumkin. No'xatga har xil narsalar bo'lishi mumkin. Shuning uchun albatta kanalimizga obuna bo'lib kuzatib turinglar. Bundan keyin videolar juda ham qiziqlardan, bombalardan chiqadi. Let's go podpisчикlar. Ujishlarga ishonvoramiz. Shunga biz o'zizdan suvga bitta tiquza. Короче, hazil hammasi. Xo'sh, let's go. Bo'lmasam biz mana bu yo'lga qo'yib chiqamiz va bizning avtoservisimizni o'zi 90%, yo'q, 90 emas, kidayda bir 70% tayyor bo'ldik. Endi bo'lsa ozgina ishlarimiz qoldi. Mana shularni ham tugatib olsak, to'liq tayyor bo'ldi desak ham bo'ladi. No'xatga podpisчикlar, sizlarga ishonaman albatta. Biz bir pasda minta bo'lib ketamiz. Hamma kanalimizda o'sha mana shunga ulangan, bir kollaboratsiya qilgan 2-3 kanallarga maddish podpiska bosinglar, hammasini birga qilib tashlaymiz. Davay, sizlarga ishonaman podpisчикlar. Let's go. Davay, bomba qilib tashlaymiz hammasini. Xo'sh, gapiraverib ham charchab ketdim. Obunachilar, sizlarga aytsam, lekin sizlar zerikib qolmasliklaring uchun men gapirib turishga majburman. To'xtamasdan gapiryapman. O'zingiz ham siz aytgan bo'lsanglar,
Ну, хотя farqi yo'q, вообще bomba, четкий, imba plus. Давайте mana bu yerlarga ham qo'yib chiqamiz. Ну, давайте вообще yozlarga ham попакты. Mana bu ishi menga yoqmayapti попактам. Давайте mana bu yerlarni ochib qo'yamiz. Endi bu ancha-muncha kengroq bo'ldi. Lamborghinilar ham to'g'ri ketaveradi. Endi bo'lsa biz ancha-muncha ichi ham chiroyli bo'ldi. Sezgan bo'lsanglar biz tozalab chiqdik, ancha-muncha qiynaldik. Ну, хотя o'zi ishchi olsam ham bo'lardi, lekin bu ishlarni o'zim qilaman, chunki pul tejash kerak. Qishloqdagi uyimizni sotib kelganmiz, hali kvartira ham olishimiz kerak. Bu shahardan yangi ijaraga olamizmi? No, hayronman, хотя bilmadim. Подписчикlar bu yerga tushib olib, biz mashinalarni ichini tekshirib, anaqa qilib tayindan turib biz tuzatishga anaqa qilamiz. Chotki bo'ladi. Короче, подписчикlar, let's go. Xo'sh, mana bu yerlarni to'g'rilab chiqamiz va albatta biz anaqa bo'lishimiz uchun, ya'ni mashinani moylari nima desa bo'ladi, tilim sepidan chiqib ketdi to'g'risi. Mashinani moylari oqqanda mana bu yerlar loy bo'lib, ana bo'lib o'zimizga qiyin bo'lmasligi uchun mana shularni tozalab chotga qilib qo'yapmiz. Endi o'zingizlar tushunasizlar, подписчикlar, biz mohir ustalar biz, уже biz chotki bo'lib ketganmiz. Xo'sh, davayte albatta videoni shu joyigacha ko'rgan bo'lsanglar, davayte kommentariyaga yozib qoldiringlar. 10 ga 10 ni qo'shsa necha bo'ladi? Javobini kommentariyada hammadan kutaman. Let's go. Davayte bo'lmasam biz mana shu yerda biz attiga 10 sekund men sukut qilib olsam, chunki men gapiraverib charchab ketdim. Attiga 10 sekunddan olaman. Sizlarda albatta ungacha videodan chiqib ketmasizlar degan umiddaman. Xo'sh, подписчикlar, men qaytdim, уже yetarli menga, уже albatta chiqib ketmaganlar uchun kattakon rahmat, obuna bo'lganlarga ham rahmat, уже hammalar chotkisizlar deb anaqa qilardim, mayli, hammalar chotkisizlar. Davayte mana shularni almashtirib chiqaman, bu joylarni bo'lsa sizlar qirqib tashlayman, chunki zerikib qolmasliklaring uchun. Xo'sh, подписчикlar, уже men ancha-muncha ish qilib qo'ydik, уже narsalarni ham joylashtirib chiqyapmiz даже. Ko'rishingiz mumkin, gaz yo'q. Mana bu mebellarni ham o'zi jihozlab qo'ydim, chunki bularni to'g'ri joylashtirishga ancha-muncha vaqt ketdi, necha marta turib buzdim. Shuning uchun bu joylarni qirqib tashladim. Albatta sizlar zerikib qolmasliginglar uchun ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli chiqdi avtosalonimiz. Bu benzin quyadigan maytga qo'yib qo'yamiz, chunki ikkita tomonga xohlagan paytda benzin quyishimiz mumkin bo'ladi. Va bizda yana mana bu narsalarimiz bor ekan. Bular nima? Uni kompyuter podpisчикlar zamonaviysidan, imенно shu mashinanikiga moslashgan, bu yerda qanaqadir temirlardan o'zilgan zo'r narsasi, ili kompyuterlar izi mana bunaqa generator qanaqadir zo'r narsalar bor ekan bizda. Hali tushunmayman bunaqa narsalarni. Ili svetlarni o'rnatib chiqamiz. Svetlar asosiysi va bizda tashqaridan qanaqadir mashina o'tyaptimi bilmayman, katta mashinaga o'xshayapti. Ovozi juda ham baland eshitilyapti. Shuning uchun mikrofonni ozgina baland pastlaymiz, chunki Minecraftdagi ovozni ham mikrofonim yozadi. Shuning uchun ozgina pastladim. Endi bo'lsa balandroq gapirishga harakat qilaman va ko'chadagi mashinaning ovozi eshitilmaydi degan umiddaman, chunki juda ham zo'r chiqyapti. U bizni nima desa bo'ladi, bizni avtosalonimiz va mashina o'tib ketyapti shekilli. Yana balandlashga o'taman va menimcha shotga chiqdi. Sizlar albatta shu yerda sizlar hali ham 10 ga 10 savolni javobini yozib qo'ydinglar degan umiddaman va bizda hamma narsa tayyor va ba'zi bir jihozlarni o'rnatib chiqsak va ko'chadagi yashiklarni olib kirib qo'ysak, bu juda ham chotki chiqqan bo'lar edi deb aytib, mana bu yerga mijozlarimiz kutib tomosha qilib o'tirishi uchun ideal joylarni qilib qo'yamiz. Masalan, mana bu yerga chekkaga bo'lib qoldi. Buni olamiz va buni mana bu yerga qo'yamiz. Afsuski mana bu xalaqit beryapti, shuning uchun buni salpalagidan buyoqroqqa qo'yib qo'yishimizga to'g'ri keladi. To'g'risini aytsam, bu jihozlarda buzishni o'zi bo'lmas ekan, nimaga jo'xa charchaganini endi tushundim va ketib qolganini. U ham birorta joylarda bir nima foydali ish qilib yuribdi shekilli. Ну, хотя давайте let's go. Mana bu yerda mana shunday qilamiz va bu yerga ba'zi bir narsalarni qo'yib chiqamiz. Давайте let's go. Xo'sh, yaxshi, mana bu yerga mana bu stullarni qo'yib qo'yamiz, chunki biz komandamiz bilan ovqatlanib o'tirishimiz yoki bir nima maslahatlashishimiz mumkin ochiq havoda. No'xatga bu yerdan odamlar kam o'tadi va mana bu yerga qanaqadir narsalarimizni solib qo'yishimiz mumkin. Masalan, pul bu yerdan hech kim oshib kira olmaydi, nima bilishinglar uchun. Shuning uchun bemalol ishonsak bo'ladi. Sababi ustida mana bu narsa bor, tashqaridan ham ichkaridan ham oshib bo'lmaydi.
Ну, хотя давайте let's go. Подписчикlar bo'ldi chotki, lekin men bu yerda kattagina eshigim ochiq turibdi. Albatta bu yerga ham garajni eshigini qo'yib qo'yamiz. Sababi o'sha jo'xa o'shani olib ketgani shekilli yoki olib ketgani ketmagan bo'lsa, men telefon qilib aytib qo'yaman. O'sha garajni eshigidan olib keladi va hammasi chotki bo'ladi. Bu yashiklarni qo'yishga afsuski joy qolmadi. Mana bu yerlarga davayte mana shu tomonga qo'yib qo'yamiz yashiklarni. Xo'sh, yaxshi, okey. Yana o'sha mashina o'tyapti shekilli, menimcha yo'lni unisi yuzidan o'tyapti shekilli. Shuning uchun mikrofonni pastlayman va sizlarga baland gapirishga harakat qilaman. Okey, let's go. Bo'ldi, chotki, hammasi imba. Bu yerga kompyuterni qo'yamiz, hammasi ideal joylashdi. Sizlarga aytsam, juda ham chiroyli chiqdi. Biz avtosalonimiz, avtoservisimiz va bu juda ham menga yoqyapti. Let's go, подписчикlar, давайте obuna bo'lamiz va kerakli narsalar hammasini mana bu yerga solib qo'yamiz. O'zimizda pul balobatlarlar qolsa bo'ldi, afsuski kolani ham solib tashlaymiz. Chunki kolani ichaverib, shishasini o'zini qoldirdim. Ichida hech nima qolmadi. Davayde mana bu narsalarni ham solib qo'yamiz. Okay, let's go. Bo'ldi, hammasi tayyor. Chotki, motki, potki, plotki chiqib obunachilar sizlarga aytsam, albatta kanalimizga obuna bo'linglar, videoga like bosinglar, kommentariyga yozinglar. Bunga kollaboratsiya qilingan kanalga ham obuna bo'linglar. Let's go. Juda ham ko'p gapirib oldim. Endi bo'lsa, bu musorlarni hammasini mana bu tomonga joylashtirib chiqamiz. Biz orqa tomonimizda qanaqadir joy bor ekan va bu joyda ham o'zimizga o'zlashtirib olishimiz mumkinmi yo'qmi, albatta u baratandan so'rab ko'ramiz. Albatta buni keyingi videolarda bilib olishingiz mumkin bo'ladi, lekin hozir unchalik emas. No, xatiyasizlar bilan men Estromik bo'ldim va keyingi videogacha xayr. Avtoservisimiz juda ham chiroyli chiqdi degan umiddaman. Bo'lmasam let's go. Obuna, like, kommentariy bosgan bo'lsanglar, sizlardan albatta xursandman. Sizlar chotki bilasizlar. Bo'pti, let's go. Bo'lmasam keyingi videogacha xayr. Ko'rishguncha let's go.